Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligining mazmuni, mohiyati. Reja. Kompetensiya tushunchasi, kompetensiyaning mazmuni, kompetensiyaning mohiyati. Kompetentlik tushunchasi va mohiyati. Kompetentlik tushunchasi o'qituvchining kasbiy bilim, didaktik mahorat, shaxsiy fazilatlar va ijtimoiy ko'nikmalarni o'zida mujassam etishini anglatadi. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi bu bilim, ko'nikma va munosabatlarning uyg'unligi bo'lib, ta'lim jarayonida samarali faoliyatni ta'minlaydi. Mohiyatiga ko'ra, bu tushuncha o'qituvchining o'z fanini chuqur bilishi va uni samarali yetkaza olishini ta'minlovchi asosiy mezondir. Boshlang'ich ta'limda kompetentlik zarurati. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligining mazmuni o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi ko'nikma va munosabatlarni o'z ichiga oladi. Kompetent o'qituvchi zamonaviy metodikalardan foydalanib, bolalarda kreativ fikrlash, muloqot qobiliyatlari va mustaqil o'rganish kompetensiyalarini shakllantira oladi. Boshlang'ich ta'limda kompetentlik zarurati bu o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va raqobatbardosh kadrlarning tayyorlanishini muhim shartidir. O'qituvchining kasbiy kompetentligining turlari. Kompetentlik mohiyati, o'qituvchining kasbiga bo'lgan munosabati, mas'uliyat darajasi hamda ta'lim jarayonida foydalaniladigan metodik vositalarni to'g'ri qo'llashidir. O'qituvchining kasbiy kompetentligining turlari pedagogik, psixologik, kommunikativ, axborotli va madaniy kompetentliklarni o'z ichiga oladi. Bu esa sifatli ta'lim kafolatidir. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligining mazmuni ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu o'qituvchining umumiy va kasbiy bilimlarining yig'indisidir.